mana amishlardirkan, o'shalarni fermerlarning do'koniga kirdim mana. Buni tarjimasini bilganlar yozib yuborsin. Mana bu do'konning umumiy ko'rinishi. Bizdan tashqari opoqi bor edi, mana hozir yana ikkita opoq keldi. Mana ham bir narsalar deb yozib qo'yibdi. Shu ham to'qilgan narsalar turibdi. Parijda do'konlarimizga rahmat. Mana endi mana bunaqa savatlarga paket solib qo'yibdi. Solib olaverishar. Xodimlar yo'q, hamma o'zi bilib olaverar ekan. Keyin chiqib tashqarida kassasi bor ekan, mana bu narsani oldim derkan, pulni to'lar ekan. Oq yo'l yo'q. O'g'irlik yo'q. Qochib ketish yo'q. Olmasini yedim. Olma endi toshdan sal yumshoqroq. Nihoyatda men O'zbekistonda bunaqa olma yegan emasman. Sorry.